अरे ना रे ना रे ना अरे ना रे ना रे ना तुझे चूम लूं मैं अरे ना रे पापा ना Dada Obbo ha. bu devorda urib bo'lsang bir piyola suv beraman degandingiz. Bering endi. Shularga bloglaring orqaga tashib qo'y, keyin yarim piyola suv beraman. Bo'l tez. Odam bir sinsa yomon sinar ekanda. Dada, men ketdim repetitorga. Bo'ldimi O'rdinjon, boring o'g'lim. Dada, men deyligimi, men nimada ketaman? Sen orqasidan yugurib ketasan. Qara, distansiyani yo'qotma. Orqada qolib ham ketma, o'tib ham ketma. Bor, yugur ketib qolya, bor. Bosingmi O'rdinjon, bosing. Akajon, yolvoraman, sekrab yuring. Voy bolajonim, nimaga sochlaring yog'lanib ketgan? Meni shampunim yo'q-da. Ana, ashini bilib O'rdinjonga shampun olib keldim. Mana Kerasize, erkaklar uchun maxsus shampun. 72 soat davomida boshdan hidi ketmaydi. Soch to'kilishi, qazg'oqqa qarshi kurashadi. Buni 4 xili bor. Hammasi sizga, o'g'lim. Voy rahmat, o'zimning munnaboyim. Menga yo'qmi? Sizni oyoqlaringizdagi shampunlarni to'kib yuboraman-ku. Voy, dada, bunaqa shampunni hatto men ham yuvmaganman-ku. Bunaqa shampunni yuvish uchun odam loyiq bo'lish kerak. Bunga O'rdinjon loyiq. Sani qattiqda yuv. Uf, idish yuvisham jonga tegdi. Oldin idish yuvishni bilmayman deb atelab chashka sindirganda, akam o'ziga yuvdirgandi. Yana o'sha taktikani qilaman. O'zgaribdi ko'zlar rangi, qo'shimcha kipriklar jangi. Uka, qayerdasan? Maktabdami? Srochni uyga kelib ket. Ha, aka, tinchlikmi? Pult tober. Shu pultni olgani meni o'sha yerdan chaqirdingizmi? O'zgaribdi ko'zlar rangi, qo'shimcha kipriklar jangi. Meni film qayerda? Film kerakmi? O'nbak, men seni filingman. Meni qiynashyapti, meni albatta top. O'zbekistondaman. Filmni topishim kerak. Odar boshqa kiyim kiyib, sharmanda qilyapsan odamni. Voy, nimani o'ylayapsan? Meni filmni o'g'irlagan odam. Yo, boshqa odammi? Вообще, o'zbek u. Tinchlikmi aka? Meni film qani? Qanaqa? O'zing jinnilikka solma filmni sen o'g'irlagansan. Parang qilyapsizmi? Kimsiz siz? O'nbakman. O'rmang? O'nbak. Senga bir kun muhlat, filmni topib qo'y. G'alati odam-a. Shaxmatchimikin filmni oldirib qo'yib jinni qo'yganmikin? Xon saroyi fazo loyihasidan xarid qiladigan bo'lsangiz, 22 oy muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Temir yo'l vokzalining yonida. Menga ma'qul. Hey! Meni film qani? Jonga tegdi bu odam. Kechadan beri filga boshqarong'i bo'lganmisiz? Men hujjatlarimni menga sochaveryapsiz aka? Asabiylashmang aka, tinchlikmi? Nima? Senga berilgan muhlat tugadi, fil qani? Aka, jon aka, O'zbekistonda 37 mingta aholi bor. Nima menga osilib oldingiz? Boshqa odam toping. Topasan filni. Aka, nima Biza bakmi deb otingiz nima edi? Men aka filni ko'rganim yo'q. To'g'risini aytayapman, ko'rganim yo'q. Senga yana bir kun muhlat. Filni top. Kimda bor edi bu fil? Nech pulligidan fil bilmaysizmi? Keldingizmi? 11 bak aka, yaxshimisiz? Topdim aka filingizni. Ko'ningizni behuzur qilavering. Topdim, oxir. Juda qiyin bo'ldi, ammo ko'mni seri ko'kmada filingiz topdim aka. Qani? Mana. Shumada aka, topib beraman dedim-ku. O'yinchoq-ku. O'sha o'yinchog'imda filingiz. Sen meni asamga deyapsan? Ertaga yana kelaman, filni topib qo'y. Nimadir o'ylab topmasam tinch qo'ymaydi-ku meni. Nima olib kelding dalaga? Bezingizga kelganimiz yo'q. Xushxabar. Suyunchi berasizmi? Filingiz topildi. Qani? Mana o'zlari. Aka, men ketaveray, men qutuldim-a? Bor, ketaver. Shukr.
Masha. Masha. Voy! Meni film boshqa edi.